Biz islohotlarni boshlagan ilk kunlarda inson qadri uchun degan ezgu g'oyani amalga oshirish uchun avvalo iqtisodiy, ijtimoiy sohalarni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab oldik. Bu yo'ldagi sa'y-harakatlarimiz tufayli 8 yilda iqtisodiyotimizga 130 milliard dollar investitsiya kirib keldi. Minglab yangi quvvatlar ishga tushirildi. Millionlab doimiy ish o'rinlari yaratildi. Xususiy sektorga keng yo'l ochib, chin yurakdan ishlayman degan odamlarga munosib mehnat sharoitini yaratib berganimiz uchun jon boshiga daromad 3,5 ming dollarga yetdi. Ayniqsa yangilangan konstitutsiyamiz, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi, aholi bandligi to'g'risidagi kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonunlar qabul qilingani bu yo'nalishdagi muhim qadamlar bo'ldi. Parlamentimiz huzuridagi jamoatchilik ekspert kengashlari tarkibiga kasaba uyushmalari vakillari ham kiritildi. Ijtimoiy institutlarni qo'llab-quvvatlash hajmi 2017-yilga nisbatan 100 karra oshib, bu yil 1 trillion 200 milliard so'mga yetdi. Ayni vaqtda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga aralashgani, jamoatchilik nazorati natijalarini ko'rib chiqmagani uchun javobgarlik belgilandi. Bir so'z bilan aytganda, milliy huquq tizimimiz xalqaro standartlarga moslashib, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining barqaror kafolatiga aylandi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti standartlarini qabul qilayotgan eng faol davlatlar safidan joy olayotgani dunyo hamjamiyati tomonidan ham e'tirof etilmoqda. E'tibor bering, 8 yil oldin ushbu tashkilotning O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan hujjatlari 12 ta bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 25 taga yetdi. Har bir ratifikatsiya orqali O'zbekiston o'z zimmasiga juda katta majburiyat oladi. Nima uchun hech ikkilanmasdan o'zimizga bunday ulkan mas'uliyatni olayapmiz? Chunki barcha islohotlarimiz zamirida inson qadrini ulug'lash mujassam va bu mamlakatimiz qo'shilayotgan xalqaro hujjatlar mazmuni bilan to'liq hamohang desak, bu to'g'ri bo'ladi.